Mana azizlar, kadrlarimiz o'sib chiqdi. O'sib chiqqan kadrlarimiz. Xo'p. Mana bu yoqlar o'zi qo'l yozib, pomidor, hamma narsa qilingan. Mana tarvuzlarimiz ham chiqib boshlagan. Kech qoldik. Endi hammaniki tugaganda biz bozor chiqarib boshlaymizmi? Mana bu yangi ekilgan joylar. O'sha kungi ajriqli joyimiz deganimiz. Endi ozroq bo'lsa ham yoqib yuborishga harakat qilganmiz. Kamaytirishga. Xudo xolasa yana kuzda ikkinchi ekinga tayyorlashsa yana haydab, shudgorlab ishlarni qilsak, bo'lmasa ancha bu ajriqlardan ham qutulib qolamiz. 2 yil, 3 yildan beri tegilmagan joy edi. Urug'larimiz mana chiqib qolgan hammasi. Hali nariyoqlarda ancha yerlarimiz bor. Xudo xolasa mablag' bo'lsa, xudo xolasa qo'shib boraveramiz, yerni kattalashtirib.